uchun hikmatli bo'lgan, siz uchun foydali bo'lgan muddatda Alloh taolo mana shu niyatingizni sizga taqdim etadi. Endigi masala o'sha koinotdan emas, Allohdan so'rash qadamlarini aytdim. Tortishish qonuni bo'yicha ham ozgina gapirib o'tay sizlarga. Hali bu bo'yicha ham alohida video darsliklarni ulashaman. Aslida tortishish qonuni degan narsamiz yo'q narsa. Allohga duo qilish qonuni bor. Ya'ni isbotlab beraman, buni ustozimizni maqolalaridan ham o'qib, o'zim ancha anglab yetganman. Allohga duo qilish qanaqa bo'ladi? Biz Allohdan biron bir narsani so'rayotganda konkret, aniq qilib so'raymiz. To'g'rimi? Tortishish qonunida ham xuddi shunaqa. Istagingizni konkret, aniq qilib so'raysiz. Va Allohdan so'rayotganingizda niyatlarni qanday holatda bo'lasiz? Duoda bo'lasiz. Qo'lingizni duoga ochib, qalban so'raysiz, his qilib, sizga berishini o'ylab, ya'ni Alloh sizga mana shu natijani beradi